Nexia Tico Damas. Bu biz 90-yillardan beri tanib kelgan Uzdeo modellari. Tabiiyki bunlar xalq avtomobillari. Ammo o'sha davrda davlat tashkilotidagi ishchilar, misol uchun vazirlar qanday avtomobillarni qo'llangan? Mercedes-Benz, Toyota, Opel deyishingiz mumkin. Ammo ular orasida Deo avtomobillar ham mavjud bo'lgan. Lekin ular biz yuqorida aytib o'tgan modellardan mutlaqo farq qilardi. Xonimlar va janoblar, bugun siz uchun Deo korxonasining shahzodasi Deo Prince Super Salon. Yillarda Amerika modasi, madaniyati Osiyo davlatlariga juda kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shuning uchun o'sha davrdagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar Amerikaga mos keladigan o'xshash dizaynda avtomobil yaratishga harakat qilishgan. Va buning natijasida bir ongda bir nechta avtomobilga o'xshash bo'lgan avtomobil paydo bo'ladi. Bir qaraganda Toyota Corona, bir qaraganda Lincoln Town Car yoki Ford Taurus, hattoki Chrysler Concordga ham o'xshab ketadi. Siz ushbu avtomobilni qaysi avtomobilga o'xshatdingiz? Izohlarda fikringizni kutib qolamiz. Ammo Deo Super Salon avvalambor Deo Prince'ning pardoz bo'lgan varianti. Shu sabab mashinada xrom detallar juda ham ko'p. Radiator panjarasi xrom, old fara hoshiyalari xrom, eshik tutqichlari va oyna hoshiyalari to'g'ri xrom va butun orqa chiroqlar bo'ylab xrom hoshiyalar. Avtomobilda orqa chiroqlar bir yaxlit holatda yoki zamonaviy til bilan aytganda mono chiroq o'laroq ishlangan, ammo o'rtadagi panel oddiy yorug'lik qaytaruvchi panel va uning ichida Super Salon yozig'i yashiringan. Super Salonning orqa emblemasi. Ochiqchasi bu emblemasini men ishqiboziman. Bu nafaqat estetik bir detal, bu funksional detal. Ya'ni bu yerda bu qopqog'ini biroz ochsangiz, opala yukxona qulufiga yo'l ochiladi. Bu emblemada yana bir ajoyib narsaga ahamiyat berdim. Bu yerda har xil hierogliflar, bir narsalar, harflar to'plami deb bir naqsh chizilgan, lekin menimcha Super Salon so'zini terib olsa bo'ladi. Bu avtomobilda xrom detallar ko'pligi, bu avtomobilning uzunligi salkam 5 metr va quyma diskalar. Bu barcha belgilari avtomobilning yuqori statusini ko'rsatib turadi. Deo Super Salon rasmiy ravishda hech qachon avtosalonlarda sotilmagan. Bu maxsus ro'yxatdagi obyekt. Bu avtomobillardan asosan davlat tashkilotlari, vazirliklar foydalangan. Shuning uchun bu kabi avtomobillarda siz qandaydir tuning yoki o'zgartirishlarni topa olmaysiz. Bu avtomobilda maksimal tuning magnitola bo'lsa kerak. The Bluetooth device is connected successfully. 95-yil salon bo'lsa-da, lekin salonda mavjud bo'lgan narsalar chek. Iqlimni nazorat qilish tizimi ishlaydi. Kichik tortmacha, qulay, tortilib chiqaradigan stakan qo'ygich. Kuldon, lekin biz chakishga qarshimiz. Tanga qo'yadigan joy, lekin bizga kerak emas. Oynalarni ochib yopish tugmasi, elektron. Yon oynalarni sozlash tugmalari. Yukxonani salondan ochadigan tugmasi, salondan ochadigan tugmasi. Rul balandligini sozlaydigan kalit. Yon oynalarni isitish tizimini yoqish tugmasi. Bilasizlarmi, ushbu avtomobil haqiqatda davlat tashkilotlarida xizmatda bo'lganligi haqidagi yaqqol dalil bu spidometrda saqlanib qolgan maxsus muhrlar. Avtomobilning egalarining gaplariga ko'ra, ushbu avtomobil juda uzoq muddat Sog'liqni saqlash vazirligi garajida saqlangan. Ushbu avtomobil yuqori sinfga mansub bo'lganligi sabab biz alohida e'tiborni orqa o'rindiqlarga berdik. Butun o'rindiqlar sun'iy charm bilan emas,
vinil bilan emas, haqiqiy, tabiiy charm bilan qoplangan. Juda yoqimli, juda yumshoq. Men orqa o'rindiqqa o'tirganda shunday qolibday tushdim. Men kabi insonlar tabiiyki bunday avtomobillarga qolibday tushishi tayin. O'rindiqlar haqiqatda juda qulay. Bu yerda tirsak uchun ham joy bor. Konkurs. Konkurs boshlashimizdan oldin sizlardan bir iltimos. Videoga albatta like bosing, izohlar bo'limida izohlaringizni qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bu bilan siz bizning mehnatimizni mukofotlagan bo'lasiz. Rahmat. Kamdan kam Deo avtomobillarida qo'ltiq qo'yg'ichlar bo'ladi, lekin bu avtomobilda bu bor. Lekin yana bir ajoyib narsa bor. Bu tuynuchoqdan tashqari ushbu qo'ltiq qo'ygichda ajoyib bir narsa bor, mavjud. Lekin bu yerda u qo'yilmagan, ya'ni yo'qolgan, menimcha. Demak, savol shundan iboratki, shu yerda oldin nima o'rnatilgan? To'g'ri javob bergan insonga, bir dona insonga biz to'liq bak 92 benzin quyib beramiz. G'oliblarni esa bizning Instagram sahifamizda aniqlaymiz. Izohlarda javobinglarni kutaman. Deo Super Salon barcha qolgan modellarning orasida yo'lovchilar uchun eng qulay avtomobilligi ortiqcha gap so'zlarsiz fakt. Avtomobilning osmalarining yumshoqligi alohida e'tiborga loyiq. Orqa boshlovchi g'ildiraklar Super Salonni yo'lda ishonchligini orttirgan. Avtomobilning motori esa alohida bardavomlik va o'zgacha kuch bilan bizning qahramonimizni mukammalligini yakunlab turadi. Deoning motori yoki Opelning motori, chunki Deo Super Salon to'liqona Opel Rekord Y bazasida qurilgan, ishonchli 4 silindrli 2 litrli SOHC motor o'rnatilgan. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 100 km ga 10 litr tashkil etadi. 0 dan 100 gacha avtomobil o'rtacha 11,6 soniyada tezlashadi. Kelinglar shu avtomobil yoshi hurmati uni 100 gacha chiqarib test qilmaymiz. Bu avtomobil Opel bazasida qurilganining yaqqol isboti bu kalitda saqlanib qolgan. Afsus, vaqt hech kimni ayamaydi. Bu avtomobil hozirgi kunda Matiz narxida sotilayotgani meni juda o'ylantirib qo'ydi. Avtoelon.uz avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Havolalar biriktirilgan. Bu avtomobildagi yukxona juda funksional ishlangan. Oddiy, har doimgidek avtomobillardan bu mutlaqo farq qiladi. Bu yerda ehtiyot balon chap tarafida joylashgan, ya'ni tegida emas. Bu bilan bagajnik hajmi kengayapti va bu yerda agar ahamiyat bersangiz, alohida tokcha ham mavjud bo'lgan. Ajoyib. Ya'ni bu yoqqa kelib chimodanlarni qo'yib, ikkita odamni gapirmadim. Davlat idoralarida ushbu avtomobil xizmatda bo'lganligi haqida yana bitta dalil bu yozug'i. Sanitariya epidemiologiya xizmatida islohotlarning ajoyib o'g'irgina. Eshiklarni yopilishi lekin yoqimli ekan. Kelinglar shu yoqimli nuqtada biz ham bugungi sharhimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan davr mashinasi bo'ldi. Men Sharipov Saidolimxon. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.